Yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash, noqonuniy yo'lovchi tashish faoliyatini oldini olish hamda transport xizmatlari sifatini oshirish maqsadida mas'ul tashkilotlar tomonidan muntazam reyd tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Ana shunday profilaktik tadbir Namangan xalqaro aeroporti hududida amalga oshirildi. Reyd tadbirlari Namangan viloyati transport nazorat inspeksiyasi hamda viloyat transporti xavfsizlikni ta'minlash bo'linmasi tomonidan hamkorlikda amalga oshirildi. Tekshiruvlar davomida belgilangan tartib va qonunchilik talablariga rioya etmagan, ayniqsa tegishli litsenziya va ruxsatnomalarga ega bo'lmagan yo'lovchi tashish faoliyatini olib borayotgan haydovchilar aniqlandi. Ularga nisbatan amaldagi qonunchilik asosida tegishli choralar ko'rildi. Reyd davomida 8 nafar noqonuniy yo'lovchi tashish bilan shug'ullangan haydovchilar aniqlanib, ularga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va faoliyatlarini qonuniy qilishlari uchun muddatlar berildi. Shuningdek, aeroport hududida to'xtash mumkin emas bo'lgan belgilarda turgan hamda kelayotgan turistlar yoki kelayotgan mehmonlarni harakatiga xalaqit qilmasligi uchun ham mutasaddilar tunu kun xizmat olib borishmoqda. Shu bilan birgalikda o'sha aholining o'rtasidan tushayotgan murojaatlar bor, ya'ni yo'lkira narxlarini sun'iy ravishda oshirayotgan haydovchilarga nisbatan ham targ'ibot, ham ularga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy javobgarlik borligini ogohlantirish ishlari olib borilyapti. Shu o'rinda hurmatli haydovchilarga iltimos qilib qolgan bo'lardik. Yo'lkira narxlarini sun'iy oshirmasliklarini va aholi o'rtasida norozi kayfiyat uyg'otmasliklari va eng asosan kelayotgan ko'proq mehmonlar, turistlarni ularga sifatli transport xizmat ko'rsatish bo'yicha ham tushuntirish ishlari olib borilyapti. Aniqlangan har bir holat yuzasidan mas'ul xodimlar tomonidan haydovchilar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Ularga yo'lovchi tashish faoliyatini amalga oshirish uchun qonunchilikda belgilangan litsenziya va zarur hujjatlarga ega bo'lish majburiy ekani, noqonuniy faoliyat esa yo'lovchilar xavfsizligiga tahdid solishi tushuntirildi. Bir necha yildan buyon Andijon, Farg'ona, Namangan vodiy bo'ylab Namangan aeroportida taksilik qilaman. Davlat qoidasi bo'yicha litsenziya bilan taksi qilaman. Va bizga to'g'ri aytishyapti. Biz shuni xudo qolsa amalda bajaramiz. Chunki biz jamoa ellik xizmatini qilamiz, uzoqini yaqin qilamiz. Insonlarni uzoqini yaqin qiladigan, qimmatmas, arzon olib borib, duosini olishga harakat qilamiz. Reyd tadbirlari viloyatimizning barcha hududlarida davom ettirilmoqda. Ko'zlangan asosiy maqsad transport sohasida qonun ustuvorligini ta'minlash hamda fuqarolarga xavfsiz va sifatli xizmatlarni ko'rsatishga erishishdan iborat.